Elektronlik o'yinda nima gunoh? Bala navada elektronlik o'yinga uzun muddat ziyod berilib ketgan, bu jihatda hatto asabiylik darajasiga yetib ketgan bo'lsa, bu uning elektronlik o'yindan o'zga har qanday narsadan yenib, sovib ketganligining belgisi. Elektronlik o'yin vajdan istiqbolni nobud qilib o'tgan bala, meningcha kompyutersiz muhitdimi, boshqa omillar sababli durust yo'ldan ozdi. Şunun şəksiz işinəmənki, balalarını nabid qılıbatqan nərsə elektronluq oyunun öz emas, bəlkə aşı balının mənəviyyətdəki düşkünlük yoki sapasdaki kəmtüklük. Çünki elektronluq oyun aldıdağa məğlub bolğan adamның özünü başqa iztqulardan aman esan saqlaya alışımı bəzi müşkül. Qızım 10 yaşından başlapla elektronluq oyuna kirişdi. O oyunğa bək kirişib ketgan çağlarda hətta aş tamaqni unutub ketətdi. Hətta axırda 4-5 saatləb oynaydı. Tətillərdə bolsa, bir oturuşda 7-8 saatlab oynab ketətdi. O çağda qızımның körüdüğünü asasən elektronluq oyunlar haqidagi jurnallar, dostları bilan telefonda deyişdiğanlarımı şu toğırlıq paranglaydı. Rastım desəm, qızım elektronluq oyunğa mening dəvətim bilan kirişkən. Qızım yentayda başlanğıç məktəbdə oxuyotqan çağlarında sabaqdaşlarının uyda kompüter yoxmu yoki balalarning yeşi bək kichikmi, ish qilib hech qaysi elektronluq oyunga kirishmagan edi. Biz Beyjingga köçüp kelgandan keyin qizim o'rta maktabga kirdi. Dal shu chog'da elektronlik o'yin o'rta boshlang'ich maktab bolalari orasida bir xil davr surgan edi. Buning bilan qizim uningga xalal qiziqib qoldi. Ammo axborot vositalari va boshqa ota-onalar shundaqla muallimlarning elektronlik o'yin ustidagi tanqidiy bayonlari uni ishkilantirib qo'ydi bo'g'ay elektronlik o'yin o'ynaydim degan gapni eg'izidan chiqarib boqmadi. To'liqsi o'rta maktabning 1-yilining 2 mavsumiga kelganda qizimdan so'rab boqdim. Sabaqdaşlarınızda elektronlik oyun oynaydiganlar barmı ekan? Qiziqsınız sizmi oynang? Qizim bu gepimdan damalliq hayron qoldi-yu, ammo taklifimni xushallik bilan qabul qildi va bozordan darhol elektronlik oyun plastiklarini keldi. Buni men mundaq o'ylagaydim. Balalarning elektronlik o'yinga shunchalar berilayotganiga qaraganda, uningda cho'qim balalarni xush qilib ko'ngil ochadigan narsalar bor. Balalar o'sib yetilishdagi har qaysi bosqichlarida uni shodlikdan imkoniyatning boricha bahramon qilish kerak. Çünki hazırki balalarning o'ynig'idek odish yo'q. Bu jihatda bahmi bechora. Navada bala ko'ngli xush qilg'idek biror ishga malika bo'lmasa, vaqtini televizor oldida o'tirib isrof qilib yetadi. Shunga qizim vaqtini elektronlik o'yin bilan o'tkazsinki, har kimni televizor uchun qurbon qilib etmasin. Hozir televizorda balalarga mos kelgidek programmalarmi yo'q deylik. Uning ustiga televizor kalla ishlatmay paqirab o'tirib ko'rdigan narsa bo'lg'ishqa, bara-bara bu bolaning kallasini hech nimaga ishlamas qilib qo'ydi. Ammo elektronlik o'yinga bola bevos qatnashadigan bo'lg'ishqa, o'yin davomida uningga aqlni mujassamlashtiradi. U bolaning kompyuter mashg'ulot mahoratini o'stirishiga foydali. Shunga menda bola elektronlik o'yin xumoli bo'lib qolarmi degan andish yo'q edi. Ammo u o'yinga osh tomoqni yemay beshchilab kirib ketishiga yo'l qo'ymaydim. Ishqilib bu jihatda qizimga ishonchim bor edi. Uning ustiga bu xil ishonch elektronlik o'yinga bo'lgan tunishim va qizimga bo'lgan tushunchimdan kelgan. Elektronlik o'yin qo'rqib ketgidek zahar emas. Balki kichik chaqlarimizda o'ynagan o'yinlarga o'xshashlar. Ammo uningga qaraganda ham murakkab, ham qiziqarli. Balalarni qaysi bir o'yin xumor bo'lmaydi deysiz. Bizmi kichik chaqlarimizda urush qilish yoki mukshmak o'ynash o'yinlariga bir kirishib ketsak, na g'izo, na uyqu deganlarni unutib ketadigan. Cho'nglar kelib qo'limizdan so'rab mangsa, adashlarimizga qiyolmay, uyga xuddi bo'ynimizdan bog'lab mangandek tastamangdigan. Ammo hozirgi bolalarning undaq adashlari bo'lmag'achqa, o'ziga sirdosh bo'la oladigan adashlarni kompyuter ekranidagi marhum dunyodan istaydi. Shunga ular elektronlik o'yinga bir kirib ketsa, hammani unutadi. Demak, hozirgi bolalarning elektronlik o'yini bilan kichik chaqlarimizdagi o'yinlarning qilch farqi yo'q. Oyun yirismanligi bilan o'yin qapligi tipdan o'xshamaydigan ikki xil holat. Meningcha bolalarning mutlaq ko'pinchisi o'yin yirismanlari. Bara-bara o'yin qapliga aylanib ketadigan bolalar bakmi oz. Anglashimcha basketbol cho'lpini Yao Ming kichik chog'larda elektronlik o'yinga bakla amroq ekandik. İlim və iş yo'qat sohasidagi katta muvaffaqiyatlarni qozonganlarning ba'zilari bolaligida elektronlik o'yin mastalaridan ekanmish. Shunga ba'zi bolalardagi chatoqni tergan narsa elektronlik o'yinchi bo'lmasdan, balki osh bolalardagi talabchanlikning kamchiligi. Ota-onalar bu masalada durust ong turg'izish lozim.
Demak, ba'zi bolalardagi o'yin qobilliqni o'sha o'yinning o'zi emas, balki boshqa bir sabab keltirib chiqargan. Navada bola elektronlik o'yinga uzun muddat ziyoda berilib ketgan, bu jihatda hatto asabiylik darajasiga berib yetgan bo'lsa, bu uning elektronlik o'yindan o'zga har qanday narsadan royinib, suvib ketganligining belgisi. Elektronlik o'yin vajdan istiqbolni nobud qilib o'tgan bola, menimcha kompyutersizmi boshqa omillar sababli durust yo'ldan ozadi. Шуңа шексіз ішінеменки, балаларны набыд қылып атқан нәрсе электронлық ойынның өз әмес, бәлки ашы балының мәневиетідегі түшкүллік яки сапасыдегі кәмтүклік. Чүнки электронлық ойын алдыда мәғлуб болған адамның өзіне башқа өзіткуладың аман esen сақлай алышымы бәсі мүшкіл. Әмілиетте электронлық ойын дәвріміздегі балалар тұрмышының кәм бәуыз болмайдыған бір қысымға айланды. Шуңа ата-анасы яқтырсын, яқтырмысын балалар электронлық ойынны ойнығын ойнаған. Демек, балаларға электронлық ойын тоғырлық йор көстіп, юрішіміздің асасан ағашты қамыды. İctimai akımға айланып кеткен нәрсін тосып қағыл болмайды да. Шуңа башқасыны қойып тұрып, баланы электронлық ойынны ойнайдыған, өзіні тұтышнымы біледіған, һәм hayat xoşallıqdan бәхрін әлайдыған, һәм өзіні беймалал өсіп етілішіге дәхли еткізмейдіған қылышның амал үстіде ойнышымыз лазым. Her qanday qishning ibtidosi mushkul bo'ldi ekan. Qizim elektronlik o'yinga kirishib ketgan chog'larda boshqa bolalarga o'xshashla uningga ram bo'lib qolib, darsdan sir o'qiydigan kitoblarni unutdi. Kompyuterni majburiy o'chirib etmaguncha g'ijak mashqini boshlamaydi. Tamoq sovib ketdi deb necha tovlasaqmi, biz g'izoni yeb bo'lib, xeyli bir chaqlag'icha kompyuter oldidan qo'pqisi kelmay o'tiraveradi. Buni ko'rib sal-pal titildabmi qolatdim. Qizimga bir necha qatim baqqan bo'lsammi, foydasi bo'lmag'achqa, vaqtni obdan o'rlashtiring, boshqa ishlaringizni daxl etib qolmasin deb taplab qo'yib karim bo'lmadi. Qizim biz g'izani yeb, qoch-quchlarni yig'ishtirib bo'lgandan keyin dasturxon kelgan chog'larda uningga kulib turib, tamoqingiz oshxanda, qo'sqingiz ochgan bo'lsa o'zingiz isitib yeng deb qo'ydim. Ichim titildab bo'lolmay qolgan chog'lardimi, opul-topul chalvaqab bolaningizni tegadigan ishni hargiz qilmadim. Gap orlig'ida qizim bilan elektronlik o'yin haqida mundashib, uning xo'shalligiga hamdam bo'latdim. Bir qatimliq bayramda uningga elektronlik o'yin plastinkasi sovg'a qildim. Chunki bolaning ishiga qancha chat kirib olgan seri, bola uningga shuncha yepishib olgan bo'lg'achqa, bolaning talabchanligiga tayanmay bo'lmaydiganligini obdan bilatdim. Shunga qizimning vaqtni o'zining xilma-xil turmush tuyg'ulariga asosan muvofiq o'rlashtirishga odatlanishni savrchanlik bilan kutdim. Qizim yatatliq maktabda bo'lg'achqa, g'ijakni faqat shanba-yakshanba kuni mashq qila oladi. Ammo u shanba kuni topshiriqlarni ishlab bo'lib, kompyuter oldida bir o'tirib olsa, g'ijak mashqini asosan unutdi-da, oxiri "Ati ko'proq mashq qilmasam bo'lmag'idak" deb qo'yadi. Atisimu kompyuterni alran o'chirgan chog'da g'ijak mashqni yana unutib qolganligini esiga olib, amalsiz mashqni keyin kapda qoldirib qo'yadi. Bundaq chog'larda qizimning o'ng'aysizlanib ketayotganligini sezatdim. Bu holat amaliyotda bolalarning o'z-o'zini tangshash jarayoni. Bir qatim qizim g'ijak mashq qilishni unutmagan bo'lsa-mu, birdamdil chelib bo'ldi qildi. Shunglashqimi g'ijak muallimning oldida talab bo'yicha chala olmay qolib, yenib chiqqandan keyin tuyuqsizlik yig'ilib etdi. Buning uchun qizimni ayblamay aksicha, "Hech qisi yo'q qizim, yig'lamang. Buningdan obdaroq mashq qilsangiz bo'ldi" dedim. Shuningdan keyin qizim g'ijakni burunqidek to'liq mashq qildigan bo'ldi. Elektronlik o'yinga vaqt chiqarish uchun ish unumga diqqat qilishni o'rganib oldi. Uning ximiga yenib qolgan chog'larim bo'lgan edi. Ammo undaq chog'larda uningga oqlay, ko'klay deb yurmay, uning bilan bu vaqt keng kuchada mondishib, uningga arzu tilaklarim dedim. Elektronlik o'yinga kirishib ketgan dastlabki chog'larda uning darslardagi natijasigami ozdir ko'pdir ta'sir etgan edi. Ammo bolani buninglik bilan ayblab yurmadim. Chunki bola o'ynab olish kerak. Balalar o'rganish bilan o'yinning qaysining muhim ekanligini ko'ngilda biladi. Shunga bolaning ko'ziga kirib olmasaqla, u bu ishlarni asta-asta iziq sala oladi. Bola o'rganish bilan o'yinni qarim-qarshi o'rin qo'yib olib, o'rganish qizg'inligini yo'qotib qo'ymasla, o'rganishga cho'qim ixlosini bera oladi. Qizim elektronlik o'yinni 1 yildan ko'proq o'ynab, bara-bara undan sovdi. Bo'libmi o'zini tutish va qilishdagi ishlarni unumli o'rindashni o'rganib oldi. Menimcha bu qizimning elektronlik o'yin o'ynash davomida erishgan haslat. Bu haslat nuqul imtihon natijasidan muhim albatta. Qizim to'liq o'rta maktabning 3-yiliga chiqqandan keyin darslari xalali og'irlashdi. U bir kuni elektronlik o'yin plastinkalarini hammasini bir yechikka qashlab, to'liq o'rta maktabga kirish imtihonini berib bo'lmaguncha o'ynamayman dedi.
Bu hem ko'nglimdagidek gap bo'lsa-mu, qizimga boshqa gap qilmadim. Xo'shal bo'lganligimni chondurmadim. Balani buninglik bilan maqtab yurmadim. Faqatla mayli balam deb qo'ydim. Qizim to'liq o'rta maktabga chiqish imtihonini tugatgandan keyin roman o'qiyman, husn xat o'rganaman, g'ijak mashq qilaman degandek nurg'un planlarni tuzgan edi. Ammo imtihon tugashi bilanla karavotning ostidagi elektronlik o'yin plastiklarini salgan heliqi eshikni ochib, vaqtning hammasini degidek elektronlik o'yinga otib tuzgan planlarning birisini o'rindayolmadi. Qizimning vaqtni beyo'da isrof qilib o'tganligiga nihoyat ichingan bo'lsam-mu, bolaga gap qilmadim. Meningcha bola to'liq o'rta maktabga imtihon beraman deb bakmi charchadi. Hamda to'liq o'rta maktabga bir kirib ketsa, shuning bilan bosh qoshlig'idekmi vaqti bo'lmaydi. Shunga bu ta'tilda qinib o'ynab olsin. Ta'til oxirida qizim bilan tafsiliy sirdoshdim. Gap borlig'ida ta'tilga qo'yib berishdan burun o'zi tuzgan planlarni tilga ilib, uningdan elektronlik o'yinga bek berilib ketsa, odamning vaqtini ilib, oxiri butkul planlarni yo'q chiqarganligini his qilib yetmaganligini so'radim. Ondan ana bola ikkimiz o'tirib, bu ishni muloyiz qilib baqdik. Vaqt qisqachlarda biror ishni qilsa, yana bir ishni qilib bo'lmaydi ekan. Uning ustiga to'liq o'tir maktab bosqichi bolalarning kishik hayotidagi eng halqiliq 3 yil. Shunga bu 3 yilni cho'qim chang tutish kerak. Bu ham kelgusidagi ko'ngillik o'yin tomosha uchun shart hozirlaganlik. Qizim ta'til oxirida planlarning birini o'rindayolmaganligini o'ylab bakmo umidsizlandi. Uning ustiga elektronlik o'yinni qangacha o'ynabmi buxadan chiqqan edi. Shunga gaplarimni undamasdan o'tirib anglab azroq qiydimidi. Hatto to'liq o'tir maktabga chiqqandan keyin texmi aldirash bo'lib ketirgan o'xshayman. Shunga endi o'yinga ancha berilmasam bo'g'dak dedi. Qizim deganini qildi. U to'liq o'tir maktabga chiqqandan keyin elektronlik o'yinni burunqidek chiq o'ynamaydigan bo'ldi. Biz uni unda qiling, bunda qiling deb yurumdik. Qizim to'liq o'tir maktabning 2-yiliga chiqqandan keyin elektronlik o'yinchiq plastinkalarni yana yeshik solib etib, bu narsalarga oliy maktab imtihonini tugatmaguncha qaramayman dedi. Degandeklar u to'liq o'tir maktabning keyingi 2 yilda elektronlik o'yinchiqqa qarab qo'ymadi. Qizim oliy maktab imtihonini tugatib bo'lgandan keyin vaqtni asosan kitob o'qish, kino ko'rish, to'rga chiqib paranglashish, do'stlar bilan sirtlarga chiqib sagidab kelish degandek faoliyatlar bilan o'tkazdi. Do'stlar ariyat bergan elektronlik o'yinchiq plastinkalarni anda-sanda o'ynab qo'yatdi. Ishqilib u heliq eshikning og'zini ishkinchlab ochmadi. Mana endi qizim oliy maktabga kirdi. U vaqtini chang tutib o'rgangandan boshqa yana ichki o'quvchilar jamiyatiga a'zo bo'ldi. Shunga harmay kitob o'qiydi. Kunlari aldirash, ammo manlik o'tadi. Uning aytishicha, do'stlar bilan to'g'ri paranglashishga vaqti yo'qmish. Elektronlik o'yinchiqni hozirmi ancha-muncha o'ynab qo'ydi. Ammo o'zi belgilagan vaqt to'shgan hamon kompyuterni darhol o'chirdi. Ba'zi ota-onalar shunday deyish mumkin. Sizning bolangiz talabchan bo'lg'achqa o'yinni o'zigidan bo'ldi qila oladi ekan. Agar mening bolamni ixtiyori qo'yib bergan bo'lsam, kompyuter oldidan menga qo'pmamdikin deyman. Meningcha bu gap putirab turolmaydi. Ota-onalarning bolani o'z mayli qo'yib etsak bo'lmaydi deyishda bunday xil sabab bor. Birinchi ular odatda bolalarining ishiga qo'l tiqib kunib qolgan bo'lg'achqa, elektronlik o'yin masalasida-mu bolalari bilan hadislar janjallashib qoladi. Shunga ular iskanjini bo'shatgan hamon bolalar albatta elektronlik o'yinga kanadek chaplashidi. Shundaqda mushuk ko'zdan g'oyib bo'lsa, chashqan qaynaydi. Soqchilar bo'shab qolsa, yonchuqchilar quturaydi. Shunga eng yaxshisi ota-onalar bolalar bilan bundaq boshqurish va boshqurilish munosabatini shakllantirib olmaslik kerak. Bundaq munosabatning vaqti uzrab surib kuchaygan siri bolalarning angloqligi shuncha ajizlab ketadi. Ikkinchi, taqatsiz ota-onalar o'zining ba'zi bir atmish odatlarini o'zgartgan hamon bolasinin darhol o'zgarib boshqacha odam bo'lib ketishni umid qilganlik uchun bolasining ko'ni sinimga yana ancha-muncha dastlab qolayotganligini ko'rsalar bardosh berolmay qoladi. Neri ber savarliklarni kasallik deb faraz qilaylik. Kasal degan patmonlab kirib misqollab chiqadi. Bir kunda paydo bo'lgan illatni o'ngshash uchun 3 kun ketadigan bo'lsa, boladagi bir necha yilning mobaynida shakllangan nachar odatni 3 kunda o'zgartib bo'laman deyish aqlga sig'maydi albatta. Ba'zilari qushning tabiat dunyosida texmi obdan yashaydiganligini o'ylab yetgan chaqda qandaqdir o't cho'p va gulgiyohlarni yulib akilib qafasiga qushning oldiga tashlab beradi. Bu uning qafasiga qushqa tabiiy muhit hozirlab bergani. Undaq avar bo'lib yurguncha qafasning og'zini echib asli ish bitmadimi? Demak, ota-onalar bolalardagi illatlarni tugatishda birinchidan ixlosmand, ikkinchidan savrchan bo'lish lozim. Odatda ba'zilari bolasini bakmi qattiq boshqarib, kompyuter to'ri degandek narsalarga yo'llatmaydi.
balası imtihondan yaxshi bergan yoki biror ishni obdan qilgan chog'larda balani tartiblash uchun uning to'rga chiqishiga, hatto kompyuter oldida uzoqroq o'tirib olishiga yo'l qo'ydi. Ba'zilar ham to'r o'yinidan nafratlandi, ham uni tartiblash sifatida balasiga hadiya qildi. Balalarga tartib sifatida hadiya qiladigan narsalar odatda yaxshi narsadan bo'lishi kerak edi. Qisqasi, ota-onalarning bu xil qiliqi balalarning kallasini ilashtirib, oxiri ularni to'g'ri o'yiniga teg'imi oshiq qilib yetalaydi. Bundaq o'ylab qoldim. Kompyuter to'rni sovg'at emas, vazifa yoki jazo vositasiga aylantirib qilib bo'lsak, texmi obdan bo'lamdi qandaq. Masalan, balangiz to'g'ri o'yiniga ziyodi hirasman bo'lib ketsa, biror ishga buzib qo'ygan chog'da uningga gunohing to'g'ri chiqish orqali yuysan. Buningda to'g'ri o'yinni to'p-to'g'ri 10 soat uzildirmay o'ynaysan. Navada muddatdan burun tushib ketsang, yana 10 soat o'ynaysan. deb. Shu chog'da balangiz 10 soatni to'shqizib bo'lguncha charchab holdan ketayli deb qoladi. Buning bilan to'g'ri o'yinning balaning ingidagi lazzatidan jafosi kuchayib boradi. Shuning bilan mushu usul bir qancha qatim takrorlansa, bala to'rdan bezor bo'ladi. To'g'ri o'yini hozir bir ijtimoiy masalaga aylandi. Shunga balalardagi to'g'ri xumarlikni yo'qotadigan apparatlarmi tushma-tushdan qurilyotdi. To'g'ri mastan bo'lib qolgan ba'zi balalar kasalxonada yetib ukol dorilar bilan davolanyotdi. Yekte tarbiyalash markazidamdi, mashqlantirish lageridamdi, ish qilib allaqandoq o'rinlarmi bu jihatda karomat ko'rsatadi. Qisqasi, ko'zi og'risa kindikini o'ylaydigan, oshpazga pul tanlab, navoiga qaraydigan ishlarni jiq qilyapmiz. Xo'sh, yektek tarbiyalash maktabi degandek o'rinlarning tashviqotidagi to'g'ri xumorini muvaffaqiyatli yo'qotish zodi qandoq o'lcham asosida aytilgan gapdir. Chunki to'g'ri o'yini zahar emasdi. U o'rinlar o'zlari tarbiyalagan bolalarni izlab tekshirib, ularning keyingi holatini aniqlab boqqanmidi? Gapning rostini aytganda, ota-onalarning buning uchun bekor pul xarjlaganligini demayli turayli. Eng yomoni shundoq o'rin yoki ularning mahsulotlari bolalarni ziyon zahmat uchratmoqda. 2007-yili Sichuandagi axborot vositalari mundaq bir ishni fosh qildi. Büyük Məşriq yetek tərbiyələş mərkəzinin oxucu qubullaş təşviqatida balalardagi to'r xumarini tugutishga yordam beramiz deyilgan ekan. U nədən məktəb bo'lsin? Aslida bir gündoxon ekan. U maktabning xizmatchilari intayin sapasiz odamlar bo'lib, ularning tarbiya vositalari odamning tilini shirkatlantiradi ekan. Jazo lageri tusini olgan bu maktabning mashqovulari bolalarni xohlagancha urib, tillab haqoratlaydi ekan. Shunga o'quvchilarning binodan sakrab ilib olganlari chiqibdi. Bu ishning xarakteri axborot vositalari fosh qilgan zulmatlik kon voqeasiga o'xshab ketsa-mu, oxiri u ish bilan hech kimning kori bo'lmadi. Axborot vositalarida shu ishga chetishliq javobgarlarning jazolanganligi to'g'riliq hech qanday xabar berilmadi. Ehtimol buningda ziyonlanuvchilarning hammasi chatoqchi bolalar bo'lg'ashqa, zulmatlik kon voqeasidagi bechora ishchilardek al jamoatning hissdoshligini qo'zg'ayolmagan bo'lsa kerak. Ba'zilar zulmatlik kon voqeasini davlat xavfsizligi masalasi yuksaklikka ko'tardi. Ammo Büyük Məşriq yetek tarbiyalash maktabiga o'xshab ketadigan haqiqiy davlat xavfsizligi masalasi hisoblanadigan ishlarga hech kim diqqat qilmayotdi. Aytilishicha, yetek tarbiyalash maktabida o'qib chiqqan bolalar to'r o'yiniga taxmin mastan bo'lib ketganmish. Ba'zilar hatto xap, mudir degan go'yni bo'g'izlatmaydigan bo'lsam deb yurgidakmish. Atalmish to'r xumori yuzaki usullar bilan hal qilib ketkil bo'lmaydigan tarbiya masalasi. Şoňa ata-onalar to'r xumarini tugutish masalasida ilonlarga ishinib ketmayli. Yoshlar va o'smirlarning to'r o'yiniga o'zini unutgan holda mastan bo'lib ketayotganligi haqidagi xabarlarni ko'rib turamiz. Bu xohishga yoshlar va o'smirlar shundaqla to'r o'yinidagi nuqsonlar sabab bo'layotganda ko'ringani bilan osh xabarlarni tafsiliy analiz qilib boqadigan bo'lsak, asli chatoqning oila tarbiyasida ekanligini ko'rib yetalaymiz ham his qila olamiz. Nurg'un ota-ona bu jihatda jafoliq ajri bilan tirishchanlik ko'rsatadi. Ammo u tirishchanliklar pedagogik qoidasiga muxolif etmishlardan bo'lganligi uchun oxirgi hisobda ota-onalarni behuda avorchiliklarga mubtalo qilib qolmay, bolalarni kundan kunga ximiga yondirib bordi. Meningcha bolalardagi to'r xumorini davolash uchun ishni oila tarbiyasidan boshlash kerak. Buningda oldi bilan ota-onalar tarbiya ideyasi va tarbiya taktikasini tubdan o'zgartirish lozim. Chunki ota-onalar o'zini o'zgartmay turib, bolani o'zgartirishi mumkin emas. Birinchi, to'r o'yini haqida to'g'ri qarashni turg'izib, uni bolaning xushal qiladigan bir turlik o'yin deb tunayli. Jumladan bolalar to'r o'yini o'ynayotganda gunohkordek o'kinish ichida qolmasin.
Tor o'yiniga tutgan pozitsiyamiz balalarning bezorligini qo'zg'ab qo'ymasin. Chunki balalardagi ota-onalarga bo'lgan bezorlik ularning to'y o'yiniga bo'lgan ishtiyoqini texmo kuchaytiradi. Ikkinchi, balalarni darsdan sirtqi kitoblarni ko'proq o'qishga dalolat qilib turayli. Mayli balalar bo'lsin yoki cho'nglar bo'lsin, ulardagi ziyoda o'zbishimchilik odatda kayfsizlik va axloqiy tushkunlikni manba qilgan bo'ldi. Shunga ma'naviyati tushkun balalarla tor o'yiniga qanday chaplashadi. Halbuki darsdan sirtqi kitoblar balalarning ma'naviy dunyosini beytib, aql idroki va axloqini tavlaydi. Bunun bilan darsdan sirtqi kitoblardan kelgan kuch-qudrat balalarning qalbida tor o'yiniga ziyoda o'rin qoldirmaydi. Kichik chog'lardan tortib darsdan sirtqi kitoblarni o'qishga odatlangan balaga nisbatan aytganda, kitobning sehri kuchi baladagi tor mastalligini bara-bara ojizlashtiradi. Uchinchi, balalarga o'zini qanday boshqarishni o'rgataylik. Bu ham halqiliq, ham qiyin nuqta. Torga xumar bo'lib qolgan ko'pincha balaning ota-onalari hadislar balani boshqarish va balaga chek qo'yishdek o'rtaq aloyligi bilan xarakterlanadi. Chunki unda ota-onalar balam o'zini boshqarishni o'rgansin degan umidda balasini uni qil, buni qilma deb ogohlantirib turadi. Ota-onalar nuqsatini o'ylaganda ularning o'rgatganlari haqiqatan to'g'ri va o'rinliq. Ota-onalarmı bu o'git nasihatlarning kunlarning birida hamon balaning aktiv harakatiga aylanadiganligiga shaksiz ishinadiganligi uchun balasining qo'ligini zerikmay to'lg'ab turadi. Lekin amaliyotda undoq bo'lmaydi. O'ylamamsiz, balani boshqarish ishiga hadislar chat kirib olsak, balaning o'z-o'zini boshqarishni o'rganishiga nadimi fursat bo'lsin. 4. Konkret so'z harakatlarimizda masalani aksdan chiqib o'ylab boqaylik. Masalan, başta aytib o'tganimizdek, tor o'yinini qandoq to'g'ri balani tortiqlaydigan sovg'at qilib olmay, aksicha vazifa va jazo vositasiga aylantirib boqaylik. Menimcha bu kar qiladigan chora. Yuqorqi modlardan bir qarab tushunib olib bo'ldi. Ammo konkret mashg'ulotda tuvandagi nuqtalar ustida inchik o'ylashaylik. Har bir eg'iz so'zingiz, har bir harakatingiz nishoningiz uchun foydaliqmi, ziyonliqmi? U balaning ichki dunyosida qanday inkas paydo qildi? Bularni astoydil muloyiza qiling. Masalan, sizni balani darsdan sirtqi kitoblarga qiziqtirish kuyda, uni kompyuter oldida tortib kelib, uningga bir parcha kitobni zo'rlab tutqazib, to'rdan nima chiqadi, kitob o'qiy deb nasihat qildi deyli. Bu qiliqingiz balani kitobdan texmi sovutib, to'r o'yiniga texmi mastan qilib etadiki, hargizmi xayrli natija bermaydi. Ba'zilar balasiga o'z-o'zini boshqarishni o'rgatish kuyda uning harakat vaqtini, bo'lib to'r o'yinini o'ynaydigan vaqtini bekitib beradi. Bala shu vaqtga amal qila olmagan hamon balani voy o'zini bilmaydigan deb tanbehlaydi. Bu baladan o'zini boshqarishni o'rganish fursatini tortib olganlik. Shunga faqat balani boshqarishni nishonlagan bo'lsangiz, shunday qiling. Bu nihoyat oson. Ammo balani haqiqiy tarbiyalashni aytingiz bo'lsa, balaga o'z-o'zini boshqarishni o'rgating. Bunun uchun ko'proq qalla qatirishingizga to'g'ri keldi albatta. To'r o'yin masalasida balalarni zo'ravonlik va shahvoniy mazmundagi to'rlardan albatta to'sish bilan birga ularning mazmuni sog'lom to'r o'yinlarini o'ynashga yetaklash lozim. To'r bilan kitobning asli mohiyati zo'ravonlik va shahvoniy mazmundagi narsalarni tashviq qilish emas. Shunga balalarga batma'no, ya'ni sog'lom bo'lmagan kitoblardan to'saydi. Ammo buninglik bilan to'r va kitobdan biroqli mahrum qilib etmayli.